Balki ko'rgan bo'lsangiz kerak, lekin bugun erta tongda Jon Jons ijtimoiy tarmoqlarida o'zini haqiqiy g'azabini sochdi. Tom ma'noda olov purkadi desam mubolag'a bo'lmaydi. Uni o'sha keskin va achchiq izohlarni o'qishga ulgurdingizmi? To'xtang. Men hech qanday muzokaralar bo'lmadi deb aytmaganman. Men bunday gapni tilimga ham olmaganman. Sizlar mendan so'radingiz, men esa javob berdim. Biz Jon Jons bilan Oq uyda jang tashkil qilish masalasi bo'yicha gaplashganmiz. Biz nafaqat u bilan, balki hamma bilan, mutlaqo hamma jangchilar bilan gaplashganmiz. Bu bizning ishimiz, tushundingizmi? Hamma bilan. Mani aytgan gaplarimni birortasi ham yolg'on emas edi. Men necha marta takrorlashim kerak. Jon Jons hech qachon, hech qanday holatda Oq uyda jang qilmaydi. Bu tamom. Va nuqta. Bu savolga qaytmaymiz. Sizlar o'sha videoni ko'rdingizmi? Jons qaysidir bir yigitga o'zini tos son bo'g'imidagi muammolar haqida gapirib berayotganini, unga bo'g'imni almashtirish bo'yicha murakkab operatsiya kerakligini aytganini naqadar tez unutdingiz. Yoki uni Amerika futboli o'ynayotgan tasvirlangan videosini ko'rmadingizmi? Lekin Jon Jons haqiqatan ham hamma vaqtning buyuk jangchisi. Buni hech kim inkor eta olmaydi. Ammo shunga qaramay Oq uyda u urushmaydi va jang qilmaydi. Hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda top matchlar, top keplar va matchlarda g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Kommentariyada yozilgan ссылка orqali o'ting yoki xohlagan joyingizga yangi registratsiya qilib, bizni promokod dahshat.m deb yozsangiz, sizga eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin 10 million so'm beriladi. Dana, agar Oq uydagi janglar ro'yxati haqida gapiradigan bo'lsak, bugun Ispaniyadan juda ham ko'p shov-shuvli xabarlar keldi. Ya'ni asosiy jang Topuria va Maxachev o'rtasida bo'lishi kerak ekan. Bu qanchalik haqiqatga to'g'ri? Xo'sh, nega unda islom emas? Nima bo'ldi o'zi? Axir muxlislar bu xabarga qanday munosabatda bo'lishini o'zingiz yaxshi bilasiz-ku. Men aytdim-ku, bu yolg'on deb. Islom va Topuria o'rtasidagi jang bo'yicha hech qachon hech qanday muzokaralar o'tkazilmagan. Shunday ekan, Islom jangdan qochdi yoki shunga o'xshash narsa deb o'ylaydiganlar qattiq adashadi. Ular xato qilishmoqda. Hozir qanday janglar tayyorlayotgani haqida qayg'urib, boshingizni qotirmang. Biz faqat tashkil etib bo'lingandan keyin aniq qilib sizga hammasini aytamiz. Bundan xavotir olmang. Biz o'zimiz hammasini aniq aytamiz. Qaysi janglar bo'ladi, qaysilari yo'q. Men allaqachon aytdimki, qandaydir g'alati va kutilmagan vaziyatlar yuzaga keldi. Geji Oq uyda jang qilmasligi kerak edi, xuddi Jons va Konor kabi. Lekin bizning jamoamiz bu bema'niliklardan keyin ofisga qaytdi va biz tong otguncha o'sha yerda qolib ishladik. Islomni qachon ko'ramiz, bilmayman. To'g'risi, hozircha bilmayman. Uni qo'lida qandaydir jiddiy muammolar bor, travmasi, jarohat qanchalik og'ir va u qancha muddatga safdan chiqqanini aniq ayta olmayman, lekin hozir u jarohatlangan, bu fakt. Dana, yana bir tezkor savol. Floyd Mayweather va Manny Pacquiao sferada jang o'tkazishlarini e'lon qilishdi. Sizningcha, ularning vakillari sizga murojaat qilishdimi? Siz u yerda hamma narsani ular uchun yuqori darajada tashkil qilib bera olasizmi? Bu loyihani kim ilgari surmoqda? Manny Pacquiaoning promotionimi? La'nati, bu tashkilotchilar uchun kim pul to'layotgani menga ham qiziq. Ularni juda ham katta va yoqimsiz syurpriz kutmoqda. Ya'ni u yerda tadbir o'tkazish aql bovar qilmas darajada qimmatga tushadi. Dana, menga shunchaki qiziq. Eddie Hearn Thomas Pinley menejmenti bilan shug'ullana boshlaganiga nima deysan? Bu sizlarning munosabatlaringizni qiyinlashtiradimi? Axir bu xuddi raqobatchi promotor va menejer bir kishining timsolda namoyon bo'lishidek gap-ku. Men Eddie Hearn yoki shunga o'xshash boshqa yigitlarni birorta ham la'nati o'zimga raqib deb hisoblamayman. Endi u menejer ekan, xo'sh, nima qilibdi? Kimning u bilan ishi bor? Biz har xil odamlar bilan ishlaymiz. Men Eddie Hearnni raqib deb va raqobatchi deb atamagan bo'lardim. U shunchaki menejer. Undagilar dunyoda millionta va biz ularning barchasi bilan muloqot qilamiz. Siz hech qachon bizda menejerlar bilan muammo bo'lganini ko'rganmisiz? Siz IBFdan bokschilar borasida qandaydir podstava kutganmidingiz yoki bu sizni hayron qoldirdimi? Men boksda ko'rgan narsamdan ko'ra ko'proq narsani kutgandim. Quloq soling, bu sport turi bejizga bunchalik achinarli holatga tushib qolmagan. Ularning hammasi bir to'da noloyiq ahmoqlar. Aytmoqchimanki, bu men hayotimda ko'rgan eng baxtsiz va ayanchli manzara edi. Nega bu odamlardan ko'proq narsani kutganimni o'zim ham bilmayman aslida. Hozir hammasi zo'r bo'ladi. Shu haftada men sizning intervyuingizni ko'rdim. Unda siz Zuffa Boxing nafaqat Fury va Usyk kabi top jangchilarga, balki o'rta darajadagi jangchilarga ham foyda keltirishi, ular avvalgidan ko'ra ko'proq pul ishlash boshlash haqida gapirgan edingiz. Siz boksdagi maoshlarni tenglashtirmoqchimisiz? Xo'sh, agar biz UFCda nima qilganimizga va hamma narsa qanday tuzilganiga qarasangiz, bu yerda o'yin rejasi bo'yicha hech qanday sir yo'q.
va boshqacha bo'lmaydi. Xuddi shu narsani boksda amalga oshiramiz.